Siz sirazu mana bizani eng katta xatoligimiz ko'rdinglarmi? Sadaqa berib turib ichingizda niyat qilyapsiz. Ya'ni Alloh taolaga shart qo'yasiz. Men senga, sen menga degan. Mana shunaqa qo'yasiz hozir. Qanaqa niyat baraka topkir, hech qanaqa niyat qilmang. Chista sizdan ketsin bo'ldi. U yog'ini Allohga topshirib qo'ying, baraka topkir musulmonlar. Hammang alhamdulillah mashallah deysizlar, lekin sadaqa berishni ham bilmaysizlar-ku. Kimgadir bir nima berib qo'ysangiz, obязательно kutib turasiz-ku. Qachon berasan, qachon berasan deb. Namoz o'qi desang ham, namoz o'qisang ishing yurishib ketadi desang, ko'pchilik chiqadi menga. Namoz o'qidim-da, bir ishim yaxshi yurishmadi, orqaga qarab ketib qoldik-ku deydi. Sen namozda faqat so'ragan tursan deyman. Ber deb deyman. So'rash kerak emas. Namoz o'qisangiz ham chista o'zingiz uchun, hojiga borib kelsangiz ham, hojiga borib kelgandan keyin ishim yurishadi deb o'ylamang hech qachon. Prosta o'zingiz uchun bordingiz. Roza tutsangiz ham faqat o'zingiz uchun. Rozada ham Alloh taolo sizni rozangizga, namozingizga, hojingizga muhtoj emas u. Umuman muhtoj emas. Siz mana shu joyda borib, shunday buyuk zotni siz kichkinagina bir narsaga aylantirib qo'yasiz, который sizni rozangizga, hojingizga, yana nima, namozingizga muhtojlik yoki tahajjudga tur iltimos men uchun o'qi deyotgandek. Ozgina kallang ishlatinglar, unga kerak emas. Sizni rozangiz ham, hoji ham hammasi o'zingiz uchun qilasiz. Bo'ldi. Mana shu ihson ham o'zingiz uchun, Allohga kerak emas sizning ihsoningiz. O'zingiz uchun qiling, потому что закон притяжения degan narsa bor. Sizdan ketsa sizga keladi. Sizlar faqat osam deysizlar, lekin chiqarmaysizlar. Chiqarmagandan keyin Allohning qonuni bor-da. Qanaqa tushuntirsam ekan shu narsani. Mana misol uchun yomkist bor-da, yomkist mana baseynda bilasizlar, bu yoqdan bir truba 20 lik trubadan oqatdi, bu yoqdan 20 lik trubadan chiqib ketadi. O'shanda balans turadi, bilasizlarmi, nimada baseynda. Agar siz bu yoqdan masalan bir 60 lik trubadan kirsin-da, lekin 20 lik trubadan chiqadigan bo'lsa nima bo'ladi? Qarangda, o'sha baseyn oshib toshib ketadi. Ya'ni agar baseyn mayli bu ochiq ekan, oshib toshib ketadi. Agar какой-то bir yomkist bo'ladigan bo'lsa-chi, sharma, bilmayman, bir bochkami, og'zi yopiq, nima bo'ladi? Portlaydi u. Bitta joyi teshiladi, yoriladi. По-любому u suv chiqib ketadi. Kim tushundi hozir? Mana nima uchun biz ihson qilishimiz kerak. Bu yoqda biz esa, siz bilan biz esa mana hozir oddiy ihson qiling desam ham niyat qilish kerakmi deydi. Niyat qilmang hech qanaqa. Chista prosta bering bo'ldi. U yog'ini Allohga topshirib qo'ying. O'zi biladi sizga nima kerak ekanligini. Undan so'rab o'tirmang, unga tushuntirib o'tirmang, menga shunaqa kerak deb. Uni ko'zi ko'ramas-ku. U hammasi his qilib turibdi sizga nima kerak ekanligini. Shuning uchun doim aytaman, o'ylaganda yaxshi narsani o'ylang deb. Siz yomon narsani o'ylaysiz va Alloh taolo uchun sizning o'yingiz u xohish deb o'ylaydi va sizga shu narsani beraveradi.